Mana bu inson Aziz Hakimov O'zbekiston Respublikasida Sovet ittifoqini qayta tiklash qarashlari va uning propagandasi, tuhmat, haqorat va milliy adovat chiqarishga harakat qilish asosida 4 yildan ko'proq muddatga qamalgan sobiq o'zbekistonlik, lekin Rossiya faoli. Mana bunisi esa Nikita Makarenko. O'zbekiston suvereniteti, mustaqilligi, daxlsizligiga shubha bilan qarovchilarga qarshi chiqishlar qiluvchi, mamlakatdagi muammolarni yorituvchi o'zbek faoli. Avvalo, ikkalasi ham O'zbekiston vatandoshi. Ularning ism familiyasiga e'tibor qaratsangiz, birinchi taassurot qay biri o'zbek, qay biri rus faoli ekanligini taxmin qilish qiyindek ko'rinadi. Ammo 20-avgust kuni doimgidek Rossiya Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Mariya xonim Zaxarova chiqish qilib, O'zbekiston qonunlari asosida hukm qilingan Aziz Hakimovni himoya qilib chiqqan hamda Nikita Makarenkoni soxta vatanparvar deb atagan. Nega Zaxarova xonim boshqa davlatlar ichki ishiga o'zining orqa hovlisidek uzun burnini tiqaveradi? Axir biz Rossiyada o'zbekistonliklarni tuhmat bilan qamab urushga yuborishsa yoki Navalniy Rossiyadagi korrupsiyani ochgani uchun nohaq qamalganida hech nima demagandik-ku. Tushunyapsizmi? Haqiqiy o'zbekistonlik degani millat, irq, din yoki tilga ko'ra emas. Haqiqiy o'zbekistonlik shimoldan kelayotgan doimiy xatarlarni xatar sifatida qabul qila oladigan, axborot xuruji davrida o'z vatanini himoya qila oladigan vatandoshdir. Sizning ismingiz Aziz Hakimov bo'lishi, o'zingiz o'zbekka o'xshashingiz mumkin, ammo orzungiz Sovet ittifoqining qayta tiklanishi yoki Putin hokimiyatining hozirda Ukrainada olib borayotgan, keyinchalik undanda kattaroq bo'lgan orzularga dastak bo'lsangiz, O'zbekiston suverenitetini shubha ostiga olsangiz, o'zbeklar-ku u yoqda tursin, ism familiyasidan rusdek ko'ringan, ammo aslida haqiqiy o'zbekistonlik bo'lgan, yurtni potensial dushman hamda xatarlardan saqlashga harakat qiluvchi insonlar oldidan chiqasiz. Eng yomon tomoni esa haligacha O'zbekistonda Aziz Hakimovdek fikrlaydiganlar talaygina. Ular bugunoq jon deb Putinga O'zbekistonni qo'sh-qo'llab topshirishga tayyorlik ko'rinadi ba'zan. Ana endi ularga qisqa eslatma. Qul bo'lib, hojamdan qadr topaman deb o'ylasangiz, Uyg'uristonga boqing. Mustaqillik sizga nimalar bera olganini tushunib yetasiz. Mustaqillik bayrami hammamizga muborak bo'lsin.